Şundan ben sizge dünyanınki bir haqiqatini so'zlab beray. Pul tepishni o'rgangili bo'lmaydi. Har qanday pul tepishni o'rgatib tutgan odam cho'qim sizninki pulingizni topdi. Bu muqarrar ishninki birsi. Bu sizniki ideya xatoligi. Agar pul tepishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening qishimga kelsangiz, men sizni o'zimning shirkatiga xizmatchilikka qabul qilsam bo'di. Sizningki aspirantlik kirishgingiz bo'lsa, doktorlik kirishgingiz bo'lsa, sizningki har oyda 10 ming ko'y, 15 ming ko'y muqqim maosh olgan, mukofot maosh bilan 20 ming ko'y pul topgan xizmatdan beni sizga beraylikman. Agar sizning setish qobiliyatingiz bo'lsa, shirkatga kelsangiz, 2 yilgacha qishini tursangiz, har oyliqi 100 ming ko'y ko'rimingizni yuqori ko'targan hunarni men sizga beraylikman, mushu xizmatni sizga hozirlab beraylikman. Demak, pul tepishni o'rgangan bo'ladikna. Pul tepish deganda bir odamga ergishib turib, uningdan keyin o'sha odam bergan ishni qilsangiz, o'sha odamga ergashsangiz, balkim pul topa olishingiz mumkin. Demak, pul tepishni butun dunyodagi hammadan biladi. Lekin topgan puldan foydalanib pul tepishni faqat moliya so'z tarbiyasini o'rganib boqqan odamlar biladi. Men nurg'un pul topgan odamlarni ko'rdim. Pulisini saqlab qolmaydi. Siz burun nurg'un pul topgan. Hozir qishingizda mushu pul bormi? Ha? Siz ayni vaqtda millionlab pul topgan. Hozir shu millionlab topgan pulingizni hozir topa olasizmi? Bir deb qana. Topolmaylik. Nima ish qil? Chunki siz pul xarjlashni bilmaysiz. Siz 1 million pul topsangiz, birinchilab nima ish qilsiz bilamsiz? Bir ton millionlik mashinani yaxshi ko'rsangiz, bir bilan sotib olasiz. Siz 1-2 millionlik dachini yaxshi ko'rsiz. Siz bir jirboday qo'qitgan, mal sotgan bir odam deydi. Siz jirboday qo'qilib 3 oygacha shundami? 2 milyon pul tepib bir dachidan beni aldınız, sizinki hayatınız tugashdi. Siz yana davomli jirboday qilib pul tepishga to'g'ri keldi. Lekin moliya so'z tarbiyasini o'rgangan odam qanday qildi? Jirboday qilib 2 milyon pul topsa, 2 milyonu bir bilan oltin sotib oldi yoki kumush sotib oldi. Keyin bir mezgil o'tgandan keyin 2 milyon pul 2ga silinib 4 millionga aylanganda 2 millionga sotib olsa 2 milyon qishida qoldi. Yoki 2 milyon pulni olib 1 milyonlik uydan 2ni sotib olib her yıllık 50 ming koydan icra verse, demek 100 ming koy uxlash kirimi bir yılda yartalaydı, her ayda 20 ming koy uxlash kirimi yartalaydı. Bu yine davamlı jirbo qilib pul tepib shuni ama taksi mashinalarini elib, boshqalarga ijara berib pul topsimi bo'laverdi. Lekin hozir taksiga, uy mulkka, bankaga pul qo'yib pul nasliga bo'lmaydi. Hozir oltin kumushga tayinib lakin boyliqni asliga bo'ladi. Yoki boshqa davr o'tmayotgan amaliy korxonalarning paychikini sotib olish orqali lakin pulingizni ko'paytiradi. Lekin siz qanday qilasiz? Pul topsiz xajisiz, pul topsiz xajisiz, pul topsiz xajisiz. Mangu pulninki madigas qaynisiz, pulninki qul qaynisiz. Pulni deb chechingizni oqatisiz, pulni deb ota-onangizga amr o'tgan vaqtingizmi yetmaydi. Pul sizningki dadingiz, pul sizningki bo'pingiz. Pul xajlashdan intayin qo'rqsiz. Pulni tiqib qo'ysiz, pulni banka qo'yib qo'ysiz, bankadagi pulni boylig'i berdi. Boylik shirkatga chiqib sizni akilib shirkatga ishlatdi, hayotingizdan foydalanadi, pulingizdan foydalanadi. Siz shuni bilib turib yana pul tepib, topgan pulingizni yo'qotib qo'yishdan esa banka qo'ysiz. Aynda qilib, mana dunyoninki haqiqati. Pul topsangizdan topgan pulni do'xtirxonaga berasiz. Mana model, siz bu umringizda pul tarbiyasini qabul qilib boqmadingiz. Shu moliya so'z tarbiyasi o'rganish muhimmi deganda intayin muhim. Siz faqat pul bilan yaqin kesgan moliya so'z tarbiyasini, pul tarbiyasini qabul qilmasangiz, demak siz pulninki mangu qulga aylanib qolasiz. Lekin siz pul tarbiyasini qabul qilgandan keyin 3 yildan 5 yilgacha siz yotqanni qirlab qo'yib uxlasangizmi, pul ketgan, uxlash kirimi hosil qilayotgan ishlarni asta-asta vujudga chiqara olasiz. Emniyette bu qilg'ili olmayotgan ish emas, balki sizning atrofingizda pulning xo'jayiniga aylanib boqqan bir tal odam bo'lganligi uchun siz hozircha pulning xo'jayiniga aylanolmaysiz. Siz nima ish qilgan emas, chunki atrofingizda vanxonlab boqqan odam yo'q. Sizning tijoratingiz nima ish qilachar? Chunki atrofingizdagi bir tal odamningki tijorati yaxshi emas, shu sizning tijoratingiz ancha yaxshi emas. Shu sizning atrofingizdagi odamlar sizga pulning xo'jayiniga aylangan butqanligini deb bir baxmallik. Endi siz bu umringizda pulning xo'jayiniga aylangan odamlarningki qanday qilib, qanday mol-mulklarni ishlatish orqali, pulni qanday xarjlash orqali pulninki erkinlikka erishganlik odamlarni siz bu umringizda pat-pat ko'rib turmagandan keyin, shu sizning nazaringizda
pul deganni bunda topmizken, pul deganni bunda hajetmizken degan ideya sizde paydo bo'ldi. Shunga cho'qqin moliya sud tarbiyasini o'rganinglar. Men bu shu pul masalasini mal qilayotgan pulning xo'jayiniga aylanish yo'li degan darsimni odatda o'zimning shogirdlariga so'z aytdim. Buni sirtqa chiqarilgan dars emas bu. Mening shogirdim bo'lganligini o'rgatgan bilim. Nurg'un o'quvchilarning tavsiyasiga asosan men pulni tepib voyaga yetkazib bo'ldim endi. Shu men o'zimning marketing darsini sirtqa o'tib, siz faqat o'rnaqqa to'lash orqali lekin dars qatnash orqali pulni o'zingiz uchun xizmat qildirgan barliq tafsiliy yo'llarni, tadbirlarni, ideyalarni o'rganasiz, qabul qilasizsiz. Ondaqda men naq maydon darsini 2-oyning 16-sida Urumchida, men hozir Urumchiga gap bo'ldim. Shu Urumchining atrofidagi Urumchidagi do'stlar sizlarningki eng yaxshi fursatlar. Ders qatnashsangiz sizlarga bir tuqqan nurg'un sovg'aliq darslarim bor. Uyingizga olib ketib, qandaqa o'rganasizlar. Endi dars kelsangiz bir kunlik darsni biz shipinga elib, ders tugagandan keyin 3-4 kun o'tgandan keyin darsni sizga yo'llab bersa, qayta takrorlab shundami amaliy turmushingizga ishlatib, pulning xo'jayiniga aylanadigan tadbirlarni o'rganamiz. 2-oyning 19-sida Qashqarga ko'chdimiz. Qashqardagi do'stlarning tayyorlig'ini Qashqar atrofidik. Ham Xotandagi do'stlar tayyorlig'ini 2-oyning 24-sida dars var. Ma Qashqardagi Xotandagi do'stlar ehtiyot qilinglar. Maqatim Qashqar Xotanda dars so'zlab bo'lgandan keyin endi men davomli Urumchida lekin dars so'zlashim mumkin. Endi maktab dars so'zlab desangiz, men uzoqcha borolmayman. Shunga men Qashqardagi Xotandagi do'stlar fursatni yaxshi qadrlayinglar. Hamma hammalarni naq maydon darsida ko'shilib moliya sud tarbiyasini o'rganib